Mening ismim Aliyar Mehmet. Men hozir Norvegiya turman. Men 2011 yil 7 oyda Norvegiyaga kelgan. Men bugun opam Aliya Ibrahim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Opam Aliya Ibrahim 1971 yil 9 oyning 17 kuni Qo'lchi shahar ko'cha 12 nomerli qorada tug'ilgan. Ya'ni qo'lchilik. Opam bir tijoratchi. Opam Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Saudiya Arabistonlarda tijorat qiladi. Ama hakikaten opam 2016 yıl oxirida, yani 12 oyning oxiri biz bilan ko'rishga Turkiyaga keldi. Biz Turkiyaga bordik. Shu yerda birga bo'ldik. Opam 2017 yili 1-oyning 5-i vatanga qaytdi. Shundan keyin opam bilan bo'lgan aloqamiz uzilib qoldi. Shu vaqtda urug' tuqqanlardan opamniki shu jazo lageriga kelib ketilgan xabarini oldik. Ondan keyin urug' tuqqanlarimiz bilan bo'lgan aloqamiz uzildi. Men buni Norvegiya Qizil Kirist jamiyatiga, ya'ni opamni izlash to'g'risida iltimos yozgan edim. Ya'ni ular Xitoydagi odamlar orqali, ya'ni aloqalashib, Xitoylik odamlari, ya'ni opamning izlayotgan qilsa, opamningki, ya'ni hayotiga xavf yetadiganligini yetkazgan. Norvegiya Qizil Kirist jamiyati menga, ya'ni bu ishni topshirdi. Men opamning hayotidan andish qilyapman. Biz oila bo'yicha psixik jihatdan besim uchratamiz va men va mening bolalarim biz Norvegiyadagi psixologlarga, ya'ni ko'rinishga majbur bo'ldik. Meniki ikki bolam maxsus psixologlar tarafidan har oyda bir qatam tekshirildi. Men ham shu sababdan davomli psixologlar tarafidan tekshirildim. Xitoy hukumati 21-asrdami bizning normal aloqa qilishimizga to'sqinlik qildi. Ham bir begunoh onani turmaga akirib so'lidi. Ben Xitoy hukumatidan shuni talab qilamanki, opam Aliya Ibrahimni shartsiz qo'yib berish kerak.